Assalomu alaykum. Avtobozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Andijon moshina bozorida 10X trekkerlar sotiladigan qatoriga yetib kelganmiz. Xudo xolasa bu yerdan 10X larda, trekkerlarni egasi bo'lsa kerak, Kia Sonetlarda, mana Malibu ikkilarda shularning narx-navolarni ko'rsatib yoritmoqchi bo'lib turibmiz. Video avvaldan bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab podpishka qilib turasizlar degan umiddamiz. Biz qani ko'p gapirmagan holatda videolarimizni boshlaymiz. Qisqagina mazmunli video qilib beramiz. Ko'rsatgan boshlarimiz qaysi bir sizlarga ma'qul kelsa, egalari nomerlar aytib o'tadilar, bemalol telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Syomkamizni Malibu 2 dan boshladik. Hoji aka, buni yillari qanaqa? 20-yil. 2020. 165 ming yurgan. 165 ming yurgan 2020. Oldi eshik kraska. Aha. Mashina bordiyorga ishkalangan, shunisiga sepilgan. Aha. Bemalol ustiga olib borib ko'rsatib, ichlarini ko'raveradi, ichiga o'tmagan. Demak, kraskasini bemalol tekshirib olasizlar. Kriloda, eshikda ikkita detalda tonirovkasi bor. Bu qanaqa motorligi? 1.5 ekana? 1.5 turbina dvigatel bo'ladi. Turbina bo'ladi. Gazlari bor ekan. Probegini qancha dedingiz? 165 ming. 165 ming yurgan. Puli yengilroqdan desak bo'laverami hoji aka? Nech pul endi puli? Qanchalik yengil? 16.800 dollar, yana kami bor. Trekkerda narxida Malibu desa cho'rar ekan. Xo'p, do'stlar, oqidan Malibu minaman deganlarga mana nomeringizni beraylik. Libo hujjat bo'ladi. Mana shu 066 Aha. 3 ta PP. Mana shu nomerga generalniy davengiz chiqaveradi. Xo'p, nomeringizni beraylik hoji aka. 97lik 97lik 235 235 37 10. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, biz endi qolgan bir yo'li 10 xlardan ko'rsatib boramiz shu qismga. Mana redline bor ekan. Eng pul pozitsiyasi 7-pozisiya deb qo'yishadi-yu. 24. Xo'p, mashinada yumshoq balon 4 ta. Aha. Tonirovka ruxsati bor. Aha. Mashina benzinda 59 ming yurgan. Aha. Kraskasi toza. Kraska toza, benzinda 59 ming yurgan, eng puli 13 ming kami bor. 10. Yaxshi, bu ham xursand qilyapti. 10X Trekkerda anchadan beri syomka qilmoqdim hoji aka. Oxirgi marta syomka qilganimda mana shu 14 ming tepasi deydi. Hozir ham shu turishda 24 redline'larda to'g'ri endi bu 59 ming yurgan. Ha. 30-40 ming yurganlarni ko'rsangiz, bundan ancha baland narx aytyapti shu bozorimizda ham. Aha. Ozgina shu 10-15 ming oshiqcha yurganini hisobga olmasa, mashina arzon. 13 mingdan ham kami bor deyapti. Kamaytirib, puliga qarab, xudo xolasa 13 mingdan o'tib berasiz. Qiziqqanlarga nomeringizni qaytarib qo'yaylik. 97lik 235 37 10. Aloqaga chiqarasizlar do'stlar. 13 ming kami bor. Redline eng full pozitsiyasi. Tonirovkalari bor. Kraskalar toza. Holatlarini ko'rib, bahoda berasizlar. Mana orqalari. Agar bir yo'l kattarog'idan minaman desanglar, mana Trekker 2 bor ekan. Bu primer pozitsiyasi ekan-a? Redline. Ha, bu ham redline. Bu ham redline ekan. Hop. Hoji aka, salomatmisiz? Charchamasdan. Bu redline Trekker 2 ni yili nechi? 25-18 ming yurgan. 25-18 ming yurgan. Gaz hamma narsasi bor. Demak, gazlari bor. Kraska tozami? Top-toza. Top-toza. Narxini nech bo'ldingiz? 18700 deyapman. Shu beramiz. 8700 kami qilib beriladi. Bor. Minib turgan mashinangiz bo'lsa, plyus minusini kelishib, almashtirish xizmati bor. Balon yangi, parok bor. Gazlari bor. Probegi 18 ming. Kraska toza. Xo'p. Hoji aka, sir bo'lmasa, mashinani nech pulga bermayapsiz bugun? Qilishyapti. So'radi endi. Telefon qilsin, kamini qilib berasiz. Bunimiz ham bor yana. Agar qorasidan minaman desanglar, bu yoqda qora. Bu ham redline ekan-a? 2000 yurgan. Gazda hamma narsasi bor. Bu ham 25. 25 endigina 2000 yurgan. 2000. Qo'yli. Buni olib Tuzroq maza qilmayman. To'gandan keyin egasi. Xo'p, nech pul qilib berasiz qorasini 2000 yurganini? 19 dan tushib beraman. Barter 19 yo'limiz ming bor. kami bor. Salondan yetmay qolsa kelishtirib beramiz. Salondan olsa sizdan olgan plyus bo'ladimi? Qilingan ishlar yumshoq balon taqilibdi, parok qo'yilibdi. Yana nimalar qilingan o'ziga? So'zlashda qilingan, pollar tashlangan, propan qo'yilgan. Aha. Mashinani chizig'i ham toshlayotgan joyi ham yo'q. 19 mingdan o'tib berasiz. 19 mingdan o'tib beramiz. Nomeringiz 90 endi 23 mingga chiqadi. 23 mingga. Ancha yengil. Necha nomeringiz? 88lik 88lik 447 447 67 67. Aloqaga chiqarasiz. Endi 2000 yurgani do'stlar. Bozorda 5-6 ming probeg ham katta rol o'ynaydi. Bu 2000 yurgan ekan. O'sha yerlarni inobatga olib qo'yasizlar. Qo'shimchasi gazi ham bor buni mana. Orqalari. Bo'ldi, hoji aka qadi.
Mana. Bu 2 ming yurgan edi. Ko'rsatib qo'yaylik bir yo'lashini. Keyin bu yoqqa tushamiz davomida. Xo'p, mana qo'ygan boshlarning hozir hammasini narx-navosini tanishtiramiz. Undan oldin qaysini ko'rsataylik, hozir aka? Qora qaysi pozitsiyasi hozir aka? U ham redline. Eng fulli. Eng qo'lida. Hamma yo'g'i bor. Yili nechi shuni? 25. 25-yilgi mashina. 33 ming yurgan. Kraska toza, Sopka, shabalon, propan gaz. vakolpolik. Demak, qilinishi kerak bo'lgan ishlar qilingan. Hammasi minaman degan odam. Narxini nech bo'ldingiz hozir aka kelishtirib? Eng qilib beramiz. Ha. 18-19 demaymiz. 17700 dan tushib beramiz. 17.700 dollarga Beramiz 25 ni. yana kami bor. 25-yilgi mashina. Kesib beramiz. Gazi ham bormi buni? Gazi ham. Xullas, olib pul sarflashning hojati yo'q ekan, do'stlar. Xo'p, nomeringizni beraylik. 90lik 90lik 387 387 30 00. 30 00. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, do'stlar. Redline pozitsiyasi bilasizlar, bu avtosalonda 280 million atrofida turadi, adashmasam. Yana bilganlar kommentariyada yozasizlar. 33 ming yurgan, tayyor gaz, parok, xullas shunaqa narsalar qilingani, mana. Nomerlarini, narxlarini aytdik. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Qo'yamiz hozir aka. Yili necha 12si? 2023. 23. Bu qaysi pozitsiyasi? 4-pozitsiya. 4 avtomat ha, bu LTZ. Lekin lyuki bo'lmaydi, lekin avtomat korobka, turbina dvigatel. Puli necha pul hozir aka buni? 10800 ga. 10800 kamini qilib berasiz. Bozor nima deyapti? Bozor ham qilyapti har xil. Yenilarni bera olasizmi? Yo'q. O'tkazib olish kerak. Kraska tozami? Ha, kraska. Propan gazda, probeg qancha? 81. 81 ming. Nomeringizni bering. 94. 94lik 365 365 1321. 1321. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. 4-pozitsiya LTZ avtomat korobka. Mana nomerlari, narxlarini aytdik. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Mana. Biz navbatdagi mashinalarni ko'rib chiqamiz endi. Hali Kia Senat'dan bor ekan, egasi bormi yo'qmi bilmadim buni. Qani hozir aka Premier. Qora Premier. Buni yili necha? 23 23. 2000 yurgan. 42 ming yurgan. Gaz, yumshoq balon, parod, обрисовка. Xarajatsiz holatda bu ham. Tayyor. Qancha yurgan dedingiz? 42 ming. 42 ming yurgan, 23 Premier Plus. Xullas hamma qo'shimcha jihoz qilingan. Evakolpolik. Narxi-chi, narxi buni hozir aka? Pulini 15200 dan tushib beramiz. 15200, yana kamini qilib berasiz, xudo xolasa. Minib turgan mashinalarni olib kelsa, kelishib olib qolarasizmi? Furqatjon ham mana shu yerda mana. Akalarimizga like bosib qo'ying. Xudo xolasa. Mana. O 42 ming yurgan Premier Plus. Xullas ham ish qilinganidan ekan bu. Mana. Xo'p, 15200 kamini qilib beraman deyapti egalari. Xo'p. Hozir aka telefon raqam bering bog'lanishga. 90lik 90lik 387 387 30 00. 30 00. Aloqaga chiqarsam qiziqqanlar. Olarimiz ham sota olamiz. Demak, olmoqchi bo'lganlar ham, sotmoqchi bo'lganlar ham aloqaga chiqaradi yoki bo'lmasa, anaqangi mashinalaringizni, minib turgan mashinangizni olib kelsangiz ham plyus-minusga kelishib, ishlaringizni bitkazib berilaveradi. Savdolarni bersin hoji aka. Oqchi oq kimdan hoji aka? Oqini ham bir yo'l bilib beramiz. Qani oqini so'ramabsizlar deb kommentariy yozadiganlarga bir yo'l oqini ham narxini bilib o'tib ketamiz. O Premier pozitsiyasi. Hoji aka oq trekker sizlardanmi? Yili necha ekan buni? 24-yilgisi Premier pozitsiyasi bu. Buni nima qilingan ishlari? Hoji aka gaz pas qo'yilganmi? Ha, gazi bor. Gazi bor. Obrisovkasi bor. Aha. Poligi bor. Poligi bor. Xo'p. 25 ming yurgan. 25 ming yurgan. 16700 dan tushib beramiz. 16700 kamini qilib berasiz. Telefon nomeri bering. 90lik 90lik 258 258 22 22 03 ha. Qiziqqanlar aloqaga chiqarasiz. Hozir yangi salonni ko'rsatib qo'yaman. Gazlari bor ekan, lekin paroglari yo'q, lekin gazi bor. Salonlari mana. 24 ming yurgan,
4-yillik, 24-yilligisi. Mashinani probegi ham 24 ming, o'zi ham 24-yilligi. Qorasi qanaqa ekan? Qorasi LS. LS Paysas. Arzonrog'idan minaman deganlarga mana buni probegi qancha bo'ldi? 23 qanchaga ochib ber? 60 ming yurgan 23-yilgi LS Propani bor, yumshoq baloni bor, tayinlovkasi bor. Buni ham hamma yo'q qilingan, parog, yumshoq balon, gaz, ular salonlari poni qilingan tonirovka deysizmi? Narxi nech pul? Hadovoy yumshatilgan. Narxi-chi narxi? 13100 bo'ladigani. Qaysi nomeringizni beraylik? 88 039 27. Qiziqqanlar aloqa chiqarsa, puli yangirog'idan deganlarga mana. LS Paysasi. Kanallar. Narxlarini, nomerlarini aytdik. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Biz navbatda Onyx bor ekan. Qora o oynalariga so'm sachashlar tortib. Hoji aka sizlardanmi bu? Hoppa. Hop. Bu LTZ Paysasi ekan. 4-paysasi avtomat koробka bo'ladi, lyuki bo'lmaydi. Hop. Hoji aka nimalar qilingan bunga? Balon qo'yilgan. Tuning qilingan ishlari. Aha. Masalan, oldi primerga o'xshatib. Puli nech pul buni puli? 10700 kami bor. 10700 kami bor. Ikkita detal kraska. Ikkita detalli kraska. Probegi qancha dedingiz? 64. 64 ming yurgan. Telefon raqam 99 lik 766 8700. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Savdolarni bersin. Hop. Redline'ni ko'rsatdik hozir. Uni ko'rsatdik. Endi hozir ko'rsatmaganlaringiz bo'lsa, ularni bir qator narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz sizlarni. Mobitda ko'rsatmaganlarimiz bor do'stlar. Ko'rsatmaganlarimiz egalari bormi o'zi? Mana oqi bor ekan, redline ekan, oq redline egasi bormi uni? Assalomu alaykum, hoji aka sizlardanmi bu? Yili necha ekan buni? 25-yilgi redline. Probegi 40 ming ekan, gazlar qo'yilgan ekan. Gaz hamma yo'q bor. Parok qo'yilgan. Balon qo'yilgan. 40 ming yurgan 25. Hoji aka biz obunachilarga buni narxini kelishtirib arzonroq Kelishtirib ayting. 17200 kamaytirib beraman. 17200 kami bor. Kami bor. Bozor so'rayaptimi? Bermayotganingiz nech pul bo'lib turibdi hozircha? Aka 16,5 beryapti, ustiga yursa beraman aka. Ozgina menchacha pitnosi bor. Lekin o'sha bitta aybi bor. Buni magazindan o'zimiz olib chiqqanmiz. Xullasga olib berganmiz, birovga olib berganimizda o'zi ham bilmaydi mana shu yerda ishonasizmi? Mana mana shu yerda jinni, mana shu yerda pitno bor. Shilingan shekilli akasiga bildirmasdan mana shu yerda qildirib qo'ygan chamamni. Ukasi minib chiqqanki, ashetini bildirmagan ekan. Lekin kamaytirib beraman ekan. 16,5 mingga qo'shsa berasiz. Ozgina qo'shsa beraman ekan. Nomeringizni bering. 93 lik. 93lik 058 058 37 97. 37 97. Telefon qilishim qiziqqanlar. Qilaveradi aka, bemalol. Mana Malibu'm bor, Lacetti'm bor yangi. Malibu qanaqa bu? Lyuk yo'q ekan, hoji aka buni? Bu amerikanskiy eng go'zal, eng pulidan. 2.4 motormi yo 1.5 mi Yo'q, bu? 1.5 yangi qo'yib qo'ydi, aka nulovka. Xohlasa, u motori bilan qo'shib beraman. 2.4 motor. Zapas motor ham qo'shib berasiz. Zapaska, ha. Aka kraska toza, Hop, polni sumka aka. hop. Hamma yo'g'i atido ishlaydi. Propan gazi bor aka. Narxi narx qiziq joyi bu narx hoji aka. Aka 16 dan o'tib beraman. 16 kamini qilib berasiz. Ha. Nech pul beryapti bozor? 15,5 ga so'raversa. 15,5 ga So'raversa. so'rasin. Telefon raqam bering. 93 lik. 93lik 058 058 37 97. 37 97. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Malibu 2. Mana salonlari. Ana funksiyalari hamma yo'q ishlaydi. Demak, hamma yo'q ishlab turibdi, kamchilik yo'q. Kojinli salon ekan, kojinli chexol ekan. Orqalari mana. Nomerlar narxlarini aytdik, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Hoji aka savdolarni bersin, charchamaylar.
Biz navbatdagi mashinalarni ko'rib o'tamiz. Lasetti Guli. balon pulligi emasmish qilib hojiga. Yo'q. Necha buni yili? Demaymiz aka 13 yil. 13-yilgi Lasetti. 37 ming yurgan aka. Saqlanganmi bu? Ha, kraska tayyor aka. Ha. Top toza behijolat aka. Bitta Toza. joyda bitta nuqson yo'q. Gazi ham yo'qdir hali buni. Gazi ham yo'q. aka. Pulichi pul hoji aka Nech buni. pul aytdi aka? Bilmadim, hozir obunachilarim oldiga jo'latib turibman, bunaqa kampirabiga aytganingizga, toza deganingizga palon pul devormasin deb turibman ama. 8800 desam bo'ladimi aka? 8800 desangiz bo'laveradi, lekin ashinga ham hozir kommentariy yozishadi hoji aka. 8800 ga 2020. Yana tushaman. Ha, nech pul? 600. 8600. Yana so'rashib olsin telefon qilib, Mayli, so'ra. so'rashib olsin. Nomeringizni ayting. 93lik. 93lik 058 058 37 97. 37 97. Aloqa chiqarasizlar. Saqlanganidan bunaqasi to'g'risi kamdan kam do'stlar. 37 ming yurgan dedingizmi? Ha. 37 ming yurgani. Ikkinchi paytsi. 37 ming yurgan mashina. Ko'ravering hoji aka. Mana do'stlar. Bormi Lasetti ishki bozori shunaqa kam yurganidan toza yurgan. Tozasini olib minaman deganlarga. Do'stlar, nomerlarini aytdik, narxlarini aytdik. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Xo'p, mana qora primer bor ekan. Hoji aka ko'rsak bo'ladimi? Yil nechi buni? 23 primer ekan-a? Qancha yurgan bu? 41 ming yurgan mashina 23-yilgi primer pozitsiyasi. Nimalar qilingan hoji aka bunga? Tonirovka ruxsati bor benzinda. Benzinda tonirovka ruxsat, gaz pas qo'yilmagan. Yo'q. Chetda ketma bor. Orqada petno bagajda. Narxchi narx yengilroq qilib aytaylik bo'ladiganmi? 14800 14800 kamini qilib berasiz. Telefon raqamingizni bering. 91lik 487 487 4488. 4488. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Faqat naqdmi yo Narx sotamiz. faqat naqdmi? Narx. Aha. Savdolarni bersin. Trading ham bor. Men turgan mashinalarni olib kelib almashtirsalaringiz bo'ladi. Biz navbatdagi mashinalarni ko'rib o'tamiz endi do'stlar. Bu videomiz o'zi asosan trekker bilan 10x ga ajratilgan edi, lekin aralash bo'lib ketdi. Endi ma'zur tutasizlar. Boricha ko'rsatib qo'yapmiz. Oh, kun ham isib ketyapti mana. Onyxda avtomatida minaman lekin puli arzonrog'i bo'lsin deganlarga mana o'sha 4-pozitsiyasi do'stlar 2023-yil ishlab chiqarilgan Onyx. Tonirovka ruxsatlari bor. Mashinamiz 4 yumshoq baloni bor. Propan gazi ham bor aka. Minskga tayyor qilib qo'yilgan. Puli yengilrog'i desak tushaveradimi? Omadbek? Xohlasa tushadi. Nech pul puli ya? 11 ming dollar aka. 11 ming dollar. Bunda olib aytganda mexanikali narxida avtomat bo'lyaptimi shunda? 4-pozitsiyasi avtomatik olib benzinka. Probegini qancha dedingiz? 140 ming. 140 ming yurgan, kraska Top toza. toza. Bilek piano qilib o'zim qildirdim aka. Tonirovkaga ham ruxsatlari bor. Oldi laboygacha hali avtoglass oynalari ham qo'yilgan. Qop-qora. Qora, hali tonirovkaga o'xshab turadi. 91lik 626 22 aloqa chiqarsin qiziqqanlar. Do'stlar, bu mashinani olib haligi qishda metan propan muammo bo'lganda Toshkentga qatnagan akalarimiz ham ekanamishni ekan benzinda qoplar ekan deb ancha qatnashdi, tirikchiligini qilishdi. O 142 ming yurgan 2023-yilgi mashina avtomat korobka. Endi bilasizlar bu avtomatini minaman desa primerlari endi ancha qimmatroq. Bunisi mana Lukyovligini hisobiga 4-pozitsiyalik hisobiga puli yengilroq bo'ladi. Probegini hisobiga. Xo'p, gazlari kattadan 65 talikmi bu? 65 talik. Nechta yurishini ayta olmaysiz buni taxminan? Yo'q, 200 ming bilan ham o'zi 200 ming so'mlik qo'ydim. Balki 300 kilometr yurdim. Aha. Ashara bildim xolos. Demak 91lik 626 22 aloqa chiqarasizlar, like'larni bosa olasizlar inshaalloh biz xizmatda. Navbatdagi mashinalarni ko'rib o'tamiz. Xo'p.